500 so'mdan 3000 so'mgacha donasidan paypoq ishlab chiqarib, uy sharoitida daromad qilsangiz bo'ladi. Boshlanishiga bir dona stanoydan olib, keyin shunaqa zavod qilib olsalar ham bo'ladi. Bitta paypoq stanoygimiz bir kunda 300 ta, 400 tagacha to'qib beraverar ekan. Undan tashqari bolalar, ayollar, erkaklarnikini ham qalin yupqali farqi yo'q. Xo'p, kuniga nechta daromad qiladi deganlarga 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha sof foyda qilsa bo'lar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, dastlabki stanovkasi bilan 5400 dollarga chiroyli holatda o'rnatib berishadi. 24 soat ishlab yillar davomida sizga kelib turadigan, tomib turadigan bizneslardan biri bo'ladi. Bitta mashinani arendaga berib qo'ygandan bu stanoyda olib beradigan bo'lsangiz, oilangizni bemalol uy sharoitida boqsa bo'ladi. Mana bunaqa holatda qalin yupqa barcha turdagi paypoqlar chiqarib beradi. Bu qishin yozsalang, sotsalang bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqa etikilar stanoylarda ovora dastlabki stanovkasi bilan qilib